Assalomu alaykum, bizni ko'rib borayotgan do'stlar. Sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan romligimiz Akfa Neodan qilingan, Dubmakko seriyasidan. Qanotlari balkon qanot, qanotlari mana bu yerlar tekis turar ekan. Juda chiroyli holatda chiqibdi. Ispalnitilli qanot. Ispalnitilli qanot ko'proq zamoglar ushaydi, bu tepa pastlari ham ushaydi. 6 yerdan qulflanadi. Xo'p. Eshigimizda eni uchi 1 santimetrga, bo'yi 386 lik eshik. Mana bu yerni chiroyli qilib kemtik qilib o'rab, kesib o'tib ketilgan. Oynaqchi akamiz ham bitta akamiz chiqara olmadi. Keyingi oynaqchi akamiz chiroyli qilib chiqarib berdi, umri uzoq bo'lsin. Alkafon qo'yilgan, chiroyli qilib burchagini olib ko'rsating. Buni frezerda o'yib chiqarganmiz. Shurupda qotgan, ichidan qotgan, ko'rinmaydi. 90 gradus bo'lib chiqqan. Qorayib, narsa bo'lib qolmagan, chiroyli bo'lib rang bilan o'tib ketgan. Derazalarimiz 7 ta, ikkitasi gluxoy, qolgani ochilishli, 5 tasi ochilishli. Hop, ichkarida alkafon yo'q. Oynasi oq oyna, bir qavatli oyna. Ispalnitilli qanotga o'sha ispalnitilli ruchkalar qo'yilgan. Neo seriyasidagi akfalar bu yil 2026 da juda ham ko'p shundan qilinyapti, iloji boricha imkon darajasida. Mana shu ko'rib turgan romingiz bilan keyin bir dona bana eshigimiz bor. Bana eshigimiz bilan jami bo'lib 21 million 250 ming so'mga shu yerga olib kelib montaj qilib berdik. Ichkaridagi holatni bitta ko'rsatib o'tamiz, ochilib yopilishini. Eshigimiz ham inshaalloh juda chiroyli bo'lib ochilib yopiladi. Qalin, tashlab yormaydi inshaalloh, umiddamiz. O'shanga maxsus harakat qilib yasaganmiz, inshaalloh tashlab yormaydi. Yaxshi o'zini ko'tarib mahkam tura oladi degan qilib. Xo'p, derazamiz ispalnitil qo'yilgan. Ispalnitilli qanot o'zi ham samodelka qilib ochib, o'yib narsa qilinmagan, o'ziga qo'yib narsa qilingan. Juda ham chiroyli holatda. Xo'p, bu tomonda bitta eshigimiz bor, bana eshik. Spichkasini yoqsa ham bo'lsa kerak, video olayotgan holatda. Tashqariga ochilishli qilib qilganmiz buni. Shtapilar ichkarida qolib ketadi. Devor bilan nol holatda o'rnagan. Mana bu yerlarga o'sha atkosiga bunaqa lipkami nimadir qo'yarkanlar. Devor bilan nol qilingan. Ichkariga kirib 5 santimetrlik atkos qo'yilmagan. Sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan romlik eshik derazalarimiz mana shulardan iborat. Yana bir marta qaytarib o'tyapman, narxini 21 million 250 ming so'mga shu yerga olib kelib montaj qilib o'rnatib berdik. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling.